O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-dekabrdagi aholiga davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida farmoni bilan ularning yangi yo'nalishi belgilab berildi. Xususan, davlat xizmatlarini mutlaqo yangi darajada rivojlantirish uchun yagona idora tashkil etildi. Davlat xizmatlari agentligi Adliya vazirligi Kim yozgan buni? Kim birinchi aytdi Dilshod aka deb. Lekin biz 2 kun ichida ishdan chalg'ingan holatda juda katta motivatsiya oldik, o'zimizga kuch oldik. Endi xudo xolasa kimga ham beshga yapamiz. Inshaalloh. Katta rahmat. Ham bilim oldik, ham motivatsiya oldik, manza qildik. Sizlarga alohida Ozgina bo'lsa ham yordamimizga bo'lsa rahmat. Fuqaro uyiga yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qildi. Ammo xodim uning doimiy yashash manzili boshqa tumanda bo'lganligi uchun arizasini qabul qilishdan bosh tortdi. Savol: bu vaziyatda fuqaroning huquqlari buzildimi deyapti. Albatta, fuqaroning huquqlari. Fuqaro ID karta olish uchun DXMga murojaat qildi. Lekin DXM xodimi qo'shimcha hujjatlar talab qilib, jarayonni cho'zmoqda. Bu qo'shimcha hujjatlar aslida qonunchilikka belgilanganmi? Belgilanmagan. Endi savol: bu vaziyatda fuqaroning huquqlari buzildimi? Buzildi. Arsimizdan kechagi filmlarimizdan biz o'zimizga tegishli hamma ma'lumotlarni yig'ib oldik. Bizda hozirda mahallalarimizda ko'proq sudlarga ishlari tushgan fuqarolarimiz ham hattoki onlayn sudlarga arizalar ham topshirila olyapti. Aliment oluvchilar ham hozirda onlayn ariza topshira olyapti. Oldinlari unaqa bo'lmagan. Kelib Farg'ona fuqarolik sudlariga kelib murojaat qilib, shu yerda ariza qilib, bir kun ariza topshirib ketsa, ertasi kuni natijasiga yana kelib yurgan ovoragarchilik qilib. Hozirda unaqa narsa bo'lmayapti. Hozirda onlayn shu narsalar ham onlayn qilinyapti. Amaliyroq gapirmoqchiman. Hamma hamkasblarimizni kundalik ish jarayoni bu. Kunda misol mahallaga boradigan, qiladigan ishlari. Misol uchun bizning platformamizda 104 ta xizmatimiz bor bo'lsa, bulardan bittasi nogironligi bor fuqarolarni sportga jalb qilish. Ya'ni adaptiv sport bilasizlar. Bunda o'sha nogironligi bor fuqarolarni sport guruhlariga jalb qilish bo'ladigan bo'lsa, nogiron fuqaro 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, ona nomidan ariza qilish kerak bo'ladi va ariza qilish uchun sport maktabiga, davlat xizmatlariga boradi. biz hozirgacha kelgan paytimizda avvalo bu muhitga yangi kirib keldikda, o'zimiz bu soha bo'yicha tushunchaga ega bo'lsak-da, lekin hali biz bu muhitga kirib kelgandik. Ustozlardan, sizlardan bilmagandik. Kechagi darsda eng birinchi boshlanishi noan'anaviy tarzda ustozni biz bilan tanishuvi bo'ldi. Judayam chiroyli tanishdi. Avvalo biz hali bir-birimizga kirishi, bu begona muhit, begona nima, darsimizni judayam chiroyli boshladi. Tanishuvimiz, ismlarimizni bir-birimizga yodlab olish uchun ham eng qulay yo'llarni tanlab, noan'anaviy tarzda tanishuvdan boshladi darsda va bizga o'sha davlat xizmatlari haqida, mana shu xizmatlarni hozirgi kunda hayotimizga kirib kelib, buni qulayliklari, nafaqat qulayliklari, bizni vaqtimizgacha mana she'rlarning hammasi bizda 200 dan ortiq xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratyapti va shundan tashqari bizni hayotimizda korrupsiyaning yo'qolishiga ham mana shu davlat xizmatlari anchagina sababchi bo'lyapti. Oldingi vaziyatlarda mana kechagi hali intermedialarimiz orqali sahna ko'rinishlarimiz yoki muammoni hal etish bo'yicha muammolar tashaverdi ustoz guruhlariga bo'lib, mana shu paytlarda muammoni hal etish bo'yicha biz ko'rsatgan paytimizda vaqtimiz ketardi, pulimiz ketardi. Undan tashqari korrupsiya ham bor edi oldingi hayotimizda. Mana endi davlat xizmatlari kirib kelgan paytda mana shu korrupsiya bizga sezilarli darajada yo'qolib boryapti. Mana shu davlat xizmatlarini bizga ham juda ham katta qulayliklari, bizga aholiga qulayliklari kattaligini ustoz kechagi darslarida bizga isbotlab berdi. Turli xil o'yin, bizni nafaqat ma'ruzalar, balki o'yinlar orqali xotira mashqlarimizni sinab oldi orada. Bizni nima o'rgatdi?
nimadagi undan tashqari oxirgi etaplarida bizdagi ijtimoiy sohalardagi ya'ni temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari va ijtimoiy reyestrimizni jamlanganligi bularni hammasi xalq uchunligini kechagi nimalarimizni tushunib yetdik. Va o'zi to'liq ichiga kirib nima qilsa hozir mana shahxonalarda hozir hamma imkoniyatlar keng yaratilgan rasmiyda. ZAGSga ariza amaliy mashg'ulotlar orqali bilimlarni singdirish. Bu yerda sahna ko'rinishi yoki haligi energiya deymi, o'shalar ancha menga yaxshi tasvirga oladi, kayfiyatni yaxshi ko'taradi. Siz stresslarimiz bor edi, hammada unutdik chetda va o'sha davlat xizmatlari haqida ozmi ko'p bilimimiz bo'lsa, yana ham ko'proq nima olib qaytyapmiz. Vanaydidan qanday foydalanishni o'rgatilyapti-da. Bu tatbiq etishi nihoyatda keng bo'lyapti bizda xodimlarga. Sizlar xalq bilan o'zlaring o'rtalaringda bitta ko'prikni yasaysizlar, o'sha ko'prikni olib borasizlar. Chunki bu nimalar bilan loyiha ham diqqat, bu loyiha o'z-o'zidan bo'lgan yo'qda. Mashru xalqqa yetib borsin. Simkarta orqali deyapti-ku, misol uchun o'zi nomiga rasmiylashtirib. Simkarta olishga deylik uzoqroq joy bo'lishi mumkin, simkarta borib olishga. Shuni Maygo o'z ilovasi bor o'zining Maygo. Shunday skaner qiladi-da, Face ID orqali o'zining shaxsiy kabinetiga kiraveradi. Hech qanaqa simkarta kerak emas. Shunday shaxsiy kabinet paydo bo'ladi-da, xizmatlardan tanlab turib Studiyada yosh oilalar uchun yoshlar agentligi band beradi. 30 yoshga to'lmagan bo'lsa, kam uylanganligi haqidami? Bunaqa rejestrda bo'lishyapti. Nima? Boqusi yo'qotgan bo'ladi. Uni adliya band beradi. Keyin nima? Boqusi yo'q. Ijtimoiy himoya xizmatida nogironlik bo'lsa, yoki surunkali kasalliklar bo'lsa, unda ijtimoiy himoyachini band beradi. Bu yosh oilalar, yoshlar agentligi ish haqini ko'taradi. Ichki ishlar tizimi yoki harbiy sohada bo'lsa, ba'zi soliqdan tortilmaganligi hisobidan ular ish haqi nimada test o'tkazdik, haligi fikrlarimizni bilish yoki jamlash nima maqsadida davlat xizmatlaridan test nimasi tushdi. Mahalla Maygo o'zidan test nimalarimizni o'yin sifatida o'ynab o'tkazdik. O'yin sifatida o'ynab o'tkazdik. Uy-joy sotib olishda yosh oilalarimizga kecha ikkinchi yoki uchinchi gruppamiz shunaqa qilib o'tkazib berishdi. Bunda yosh oilalarimizga imtiyozli nimada Maygo o'zidan davlat xizmatlaridan borib ariza topshirib uy-joy birinchi qat'iy narsa davlat xizmatlari yangi daraja dasturi, trening dasturi juda hozir bir yana qayta 2 martalik, 3 martalik o'qitishdan bu juda yaxshi tuzilgan. Misol uchun oldin ham amalga oshirishlar borganmiz, ko'p nimalar borganmiz. Hatto qandaydir o'sha bir tomonlama bo'lib qolgan holatlar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun bitta haligi kamchilik bo'ladi, lekin deyarli mukammal ishlangan, chiroyli dastur bo'lgan. Endi bu davlat xizmatlari bo'yicha hammada o'zi tushuncha ham bor ekan, yana qaytadan yangilar bo'ldi, tushunmaganlar hozirgacha tushunchaga ega bo'ldi. Guvohnomasini bog'cha yoshi yetganda bog'chaga navbat qo'yishlari shu asosida ko'zda tutilgan. Bu uchala farmonni asosiy negizi fuqarolarga yengillik yaratish, shaffoflikni oldin shu fuqaro ovora bo'lmasin, davlat fuqaro uchun xizmat qilsin degan maqsad ko'zda tutilgan. Shu qarorlarda asosan tushunchalarga Germaniyaga hamkorlar qo'shib borishi, loyiha haqida gapirishdi, o'sha kompyuter jamlanmasi, stul berib kelishdi. Bu uchun men fuqarolarimizga undan avvalo rahmat aytmoqchiman, tashkilotchilarga. Bu loyihani orqasida katta mehnat yotadi. Shuning uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bizni hududimiz oraliq hudud, bu yo'nalish bo'yicha jamoat transport qatnovida bu fuqarolarimizga yana ham qulayliklar yaratdi. Vaqtini tejashga, ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olishga, o'sha kundalik hayotda ko'rsatiladigan xizmatlarni mahallani o'zida ko'rsatishga bizga
amaliy yordam bo'ldi deyishim mumkin. Aytildi, menda sal boshqacharoq fikr bordi. Ya'ni umumiyroq davlat xizmatlari markazini asosiy vazifasini tushundik. Birinchisi raqamlashtirish, ya'ni soddalashtirish, tizimni soddalashtiradi va xizmat ko'rsatishni yanada qulayroq qilish maqsadida tuzilgan tashkilot o'zi aslida. Xo'p, endi aytmoqchi bo'lgan fikrim sizlarni jamoat birlashmalaringga balki taklif, bu birlashmalaringni deylik ta'sir doirasidan kelib chiqib balki amalga oshirish, lekin shunaqa bir taklifim bor. Misol uchun huquq darsliklarida ko'radigan bo'lsak, davlat degan tushuncha alohida beriladi-da. Davlat hokimiyati, misol uchun qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyati, prokuratura, adliya, hamma davlat boshqaruvidagi tashkilotlar aslida nima ish qilishligi va deylik umumiy tushunchasi berilgan. Keyinchalik baribir biz xohlaymizmi yo'qmi, fuqarolarning ishi shu Davlat xizmatlari agentligining tashkil etilishi bu agentlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: aholiga qulay tezkor xizmat ko'rsatish, yagona darcha tamoyilni asosiy barcha xizmatlarni bir joyga jamlangani, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va korrupsiyani oldini olish. Birinchi qilib olganda voy mana Sulaymon va Saboxon buvalari, qandoshlari, Kalani ovvatdik, isimlab qo'yib oldik. Nevaramiz ismini Sho'rxon qo'ydi. Rahmat qizim, sog' bo'ling. Ko'ring hammalar. Ikkovimizga men solmagandim-da endi. rozi bo'ling. Men o'tgan aslini ertasiga indimga olishyapman. Ana chiqqan ma'lumotnoma metrgan o'rnida yuradi. Qanchalik qo'llashi? Undan oldingi nimada? Nega pul to'lash kerak? Asliga qaranglar. Endi pulini sizlarga to'xtatinglar. Birinchi, mana 3-guruh. Qanaqa hujjatlar oldin topshirilishi kerak bo'lgan. Sanab o'tgancha sizlar ham. O'zda birinchi, Mahallada esa joy haqida ma'lumotnoma raisi o'zgarishi kerak bo'lgan. agar ajragan bo'lsa, oldingi ajragan bo'lib, o'sha qaytib kelganligi haqida da'vatnomalarni ham berish kerak. Sobiq eri nomidan notarius tomonidan bola emas, otasi emasman degan notarius tomonidan oldingi holat. Sizlar aytgan narsa qo'yibdi-da, hozirgi davrda boryapti. Iyibdan oldin